qadrdonlar, Andijon klasterimizning boshlig'i Iroda opaning tashabbuslari bilan bugun 1-dekabrdan 30-dekabrga qadar yangi yil munosabati bilan shunaqa o'yin deymizmi, shunaqa narsa o'ynaladi. 30-dekabr kuni bo'lib o'tadi o'yinimiz. Buning uchun nima o'yinda qatnashishni nima qilishinglar kerak? Sizlar bugundan boshlab mana 30-dekabrgacha kim qaysi do'kondan o'zi farqi yo'q. Bir sizdan oladimi, boshqa do'konlardan oladimi, bu yerdan kirsiz, boshqa do'kondan farqi yo'q. Kimdan bo'lsa ham kelib tilla buyum xarid qilsa, har bir tilla buyum xarid qilgan odamni telefon raqami, ismi yozib qoldiriladi. Biz ularni to'plab 30-kun o'ynaladigan avtoturumimizga qo'shamiz. O'yinimiz 30-dekabr kuni xuddi shu yerda o'ynaladi. O'yinimizga juda qimmatbaho sovg'alar qo'yilgan. Eng qimmatbahosi 50 milliondan oshiq turadigan brilliant soat o'ynaladi. Undan tashqari bir nechta sovg'alarimiz ham bor. Bu yutuqli o'yinimiz faqatgina Andijon zargarlik klasterida bo'lib o'tadi.